Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. 29 davlatda Hong Kongdagi million kishilik Xitoyga qarshi namoyishni qo'llash faoliyatlari o'tkazildi. Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nomussizlar tizimidagi qo'shish chaqiriq o'tir qo'yilmoqda. Misr Angliya hukumatidan Fir'avnning oltin haykal beshini talab qildi. Bolalarning psixik sog'lomlik masalasiga ahamiyat berishimiz kerak. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Milyonlagan Hong Kong ahalisi 9-iyun ko'chalarga chiqib jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berishga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishni uyushtiruvchilarning bildirishicha, namoyish qatnashganlarning soni 1 milliondan oshgan bo'lib, Hong Kong Xitoyga qaytarib berilgandan buyangi yangi rekord yaratilgan. Hong Kong hukumatining Qashqalar nizomnomasining o'zgartirilgan loyihasida Hong Kongning Xitoy ishkir o'lkalarini o'z ichiga olgan nurg'un davlat va rayonlarga jinoyat komandanlarini o'tkazib berishga ruxsat qilingan. Yangi qonunda qonun turg'izish komitetining o'tkazib berilgan dialogi bo'lgan nazoratchilik roli bekor qilingan. Bu qonun loyihasi Hong Kong jamiyatida kuchli ta'tirlash paydo qilib, Hong Kong fuqarolar huquqiy oldingi sepi uyushtirgan Qashqalar nizomnomasining o'zgartirishiga qarshi 3-qatimliq namoyish 9-iyun Hong Kongda nihoyat cho'ng ko'lamda o'tkazilgan. Bu qonun loyihasini keskin tanqid qilgan Hong Kong qonun sohasidagi vakillarning qarashicha, bu Hong Kong adliya sistemasiga bo'lgan bir qatimliq egri xiris ekan. Qonun turg'izish komiteti bu qonun loyihasiga 12-iyun 2-qatim qarab chiqadigan bo'lib, kishilar Qashqalar nizomnomasining Hong Kongni bir davlatda ikki xil tuzum bo'lishdan Xitoy ishkir o'lkasiga aylantirib qo'yishidan ansirgan. Bu namoyish Hong Kongdagi zo'r keng ko'lamli xalq harakati bo'lib, namoyishchilar soni 2003-yildagi asosiy qonunning 23-moddasini o'zgartirishga qarshi 1-iyul namoyishga qatnashgan kishilar sonidan oshib ketgan. U vaqtda 500 ming kishi namoyish qatnashgan ekan. Hong Kong jamiyatining kuchli norozilik ostida ayni vaqtdagi Hong Kong alohida ma'mur rayonining bosh ma'muri Dong Jianhua 2003-yil 9-oyda asosiy qonundagi davlat bexatarligiga doir 23-moddaning bekor qilinganligini e'lon qilgan. Egallanishicha 9-iyun kuni dunyo miqyosida 29 shaharda Hong Kongdagi namoyishni qo'llash faoliyatlari o'tkazilgan. Bu shaharlar Tayvanning Taybey shahri, Amerikaning New York, San Francisco shahri, Kanadaning Vancouver, Toronto shahri, Yaponiyaning Tokyo shahri, Avstraliyaning Melbourne, Sydney va Canberra qatorliq shaharlarda Xitoyga qaytarib berishga qarshi namoyishlar o'tkazilgan ekan. Erkin Asiyo radiosi xabarida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har yili o'smir bolalarga zo'rlik kuch ishlatgan davlatlar va qurolli guruhlardan nomussizlar tizimligi turg'izilgan bo'lib, bosh kotib Antonio Guterres yaqinda bu tizimlikni e'lon qildi ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu tizimlik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'smirlarni qo'g'dashdagi eng unumli qurollardan biri bo'lib, nomussiz davlatlarni dunyoga jakarlash orqali ularni xalq olamiga oshkor qiladi ekan. Alan Rook imzosida 9-iyun kuni Al Jazeera to'rida e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolada Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligini 2019-yillik nomussizlar tizimiga qo'shish chaqiriq qilingan. Shundaqla ularning Yamandagi minglagan begunoh norozilarning o'lib ketishiga bevosita javobgar ekanligi jonliq misollar orqali bayon qilingan. Dal mush mezgillarda Saudiya Arabiston podshohi Salman o'zlarining 1 million Rohingya musulmonlarga iqomat berdiganligini jakarlagan. Ammo Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish harakatlari to'g'risida G'arb dunyosi Xitoyni qattiq ayblayotganda, musulmonlar dunyosidagi bayroqdor davlatlardan bo'lgan Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligi izchil bu masaladan o'zini chetga olib kelayotganligi ma'lum. Shundaqla o'zlarining Xitoy hukumati ijro qilayotgan atalmish asabiylikka va terrorlikka zarba berish harakatini qo'llaydiganligini bildirib kelgan. Misr hukumati Angliyaga milodidan burunqi 1325-1330-yillar hukm surgan Fir'avn Dodinhamunning oltin haykal besh uchun iyul oyida o'tkazilgan kim ortiq sodisini to'xtatish to'g'riliq chaqiriqda bo'ldi. Misr Tashqi ishlar ministrligi tomonidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda milodidan burunqi 1325-1334-yillar hukm surgan Fir'avn Dodinhamunning oltin qoplangan haykalining beshining 4-yil kuni Angliyaning poytaxti Londonda kim ortiq sodisining ishga oshirildiganligi eskartilishi bilan Misrning Londonda turishliq bosh elchixonasining kim ortiq sodisini to'xtatish uchun harakatga o'tganligi, ammo bayonotda London hukumatining bu vaqtdagi javobi to'g'riliq ma'lumot berilmagan. Bu vaqtda kim ortiq sodisi markazi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti fan ma'arif va madaniyat tashkiloti bilan aloqa o'rnatilganligi bildirilgan bayonotda mavjud qonun belgilamalari doirasida mazkur tarixiy yodgorlikning Misrga taalluq ekanligi ta'kidlangan. Balog'at yetish mezgili bolalarning o'sib yetilishidagi muhim burilish mezgili bo'lib, u vaqtdagi psixik sog'lomlik ularning mustaqil va sog'lom bo'lgan insoniy fazilatni yetildirish, o'ziga ishonish va o'zini qudrat topqizishdak ma'naviy fazilatni shakllantirishi, g'oya e'tiqod va turmush nishonini turg'izishida intayin muhim. Yosh o'smirlarning psixik sog'lomlik masalasi barg'ansari jamiyatning diqqatini tortmoqda. Ba'zi yosh o'smirlarda tashvishlanish, xomushlik qatorliq kayfiyat paydo bo'lib, ularning turmush va o'qishiga og'ir ta'sir yetkazib qolmay, ba'zilari hatto ruhiy kasal bemoriga aylanib qolgan.
Yosh o'smirlarning psixik sog'lomlik tarbiyasiga qarata tekshirib tadqiq qilgan maktablarda garchi psixik sog'lomlik tarbiyasi darsi ta'sis qilingan va psixik jihatdan maslahat berish uy ta'sis qilingan bo'lsa-mu, lekin uning o'ynagan rolini yanama o'stirishga to'g'ri keladi ekan. Maktabning psixik sog'lomlik tarbiyasi darsiga ahamiyat berish darajasi cheklik. O'qil dars vaqtini doim boshqa asosiy darslar egallab ketgan. Aslida har haftada 1 soatlik qilib o'rinlashtirilgan dars ba'zida 2 haftada 1 soat, hatto orliq vaqti texim uzun bo'lgan. Yosh o'smirlarning psixik jihatdan maslahat so'rashi, ota-onalarning tushunishi cheklik bo'lgan. Hatto ba'zi ota-onalar psixik degan so'zni tushunmaydi. Bir qism o'quvchilar psixik masalasiga duch kelganda hargizmo tashabbuskorlik bilan psixik maslahat so'rash bilan yordam talab qilmaydi. Ularda ishonch tuyg'usi kamchil. Ba'zilari atrofdagi kishilarning besim qilishidan andish qiladi. Faqat kasal bo'lgan kishilar ondan psixik jihatdan maslahat so'raydi deb qaraydi. Bu psixik sog'lomlik bilimlarining kamchil ekanligini aks ettirib beradi. Yosh o'smirlarning psixik sog'lomligi ham tan sog'lomligiga o'xshashli muhim. Ularning psixikasini sog'lomlik yo'nalishiga qarab taraqqiy qildirishga yetaklab, ularning sog'lom o'sib yetilishiga puxta asos solishimiz kerak. Maktab, ota-onalar yosh o'smirlarning psixik sog'lomlik tarbiyasiga ahamiyat berib, psixik sog'lomlik tarbiyasini maktab shundaqla oilada o'rtaq ilib berib, o'zaro moslashib, psixik sog'lomlik yetaklashni normal qanot yedirilishiga kapolatlik qilish kerak. Psixik yetakchilik vaqtiga kapolatlik qilib, shakli ko'p xil bo'lgan psixik sog'lomlik darsi va faoliyatlarni o'rinlashtirishga ahamiyat berib, shakl qo'g'ilishdan amaliy unumga intilish ko'zlanib, psixik sog'lomlik tarbiyasi faoliyatining cho'nqurlik darajasi va kengligini o'zliksiz kengaytib, mo'l mazmunli faoliyatlarda ruhiy besim va jiddiylikni pasaytib, jismoniy va ruhiy jihatdan umumyuzlik taraqqiy qilishni ilgari surish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.